Biologiya fanidan imtihonga tushadigan ustun yozuvchilarning qon aylanish sistemasini imtihon sxemasi asosida emasligi hozir 30 sekundda o'rgataman. Siz vaqtga qarang o'rtoqlar, men boshladim. Xo'p, qaranglar. Ustun yozuvchilarni yuragini 4 kamerali deymiz, chap bo'lmacha, o'ng bo'lmacha, o'ng qorincha, chap qorincha. O'rtoqlar, chap qorinchadan katta qon aylanish doirasi boshlanadi. Aorta qon tomiriga qon chiqadi, keyin arteriyalarga tarmoqlanadi. Arterial qon to'qima organlarga borib, o'zidagi kislorod oziq-ovqatlarni beradi. Keyin esa karbon tangentga to'yingan venos qoni esa yuqori pastki kovak vena orqali yig'ilib, o'ng bo'lmachaga kelib quyiladi. Bu katta qon aylanish doirasi. O'ng qorinchada venos qon, ya'ni o'ng bo'lmachadagi qon o'ng qorinchaga o'tadi. O'ng qorinchadagi venos qon o'pka arteriyasi orqali o'pkaga boradi. Kislorodga to'yinib, arterial qon o'pka venasi orqali chap bo'lmachaga kelib quyiladi. Bu kichik qon aylanish doirasi hisoblanadi o'rtoqlar. Mana shu ma'lumotni yodlab qo'ysangiz, imtihonda ustun yozuvchilar qon aylanishiga taalluqli bo'lgan har qanday savolni bemalol zo'r qilib ishlab chiqasiz.